balam, muş günde sana nime boldu? Kendi söz hıyakcan bulup kaldı. Akşamları yerim gecede kırsan. Səhərdini qopup bu bir nimangni yana tanışqan etsen. Senin zadi bana diyemeyvatkan qandaq geping batdi balam. Jenim balam, qandaq geping bolsa manga aytqin. Apa. Bana hiç nersi bo'lmadi. Azroq ichim pishib shu. Uyquni buzib qo'yibman-da. Meni kechirayotgan apa. Xafa bo'lma. Balam, meni bilmaydi demegin. Zodi senda bir gap bor. Men sana choy damlab chiqay. Yey, mabal nim bo'lganda? Sarang olib qoldimi nima? Voy, nimandaq o'zingda o'zing kulsan balam? Hey Avud, choy damladim. Nega borsan? Hey Avud, choy ichmamsan? Bo'ldi, apa, choy ichmayman. Etizga berib kelay. Tova, mabal nimandaq sarangda qiliqlarni qilib shirdi qandu. Asiye. Siz? Asiye, etigende beri men sizni saqlab. Nimishimiz var, tezroq aytdim. Maldikilar ko'rib qassak turdi. Asiye, men sizni to'la o'ylab sarang bo'layli deb qoldim. Men bu gapni xelidan buyon deyishni o'ylagan. Bugun mana oxiri qat'iy niyatga keldim. Asiye. Avut, men bu ishlarni o'ylashmadim. Kechiring. O'ylashib baqay desangizmi mayli. Lekin meni umidsizlantirmang. Meni dardingizda sarang qilay demsiz. Avut, men Asiye, sizni ma'qul desangiz, men sizni bir umr baxtli qilaman. bo'ldi Avut. Men o'ylashib baqay. Oy! To'xta deyman. Hey! Oy! Yetişemeysiz. To'xta! Hey, kızım. Oy. Hey.
Asiya, men ata harbiylikka mangilgan bo'ldim. Men kelgicha saqlay olasizmi? Men bir ömür saqlashga rozi. Chunki men ömrümde faqat siznila. Bo'ldi Asiya, men hamma tushundim. Men cho'qim tezroq kelishga tirishaman. Xo'sh, amon bo'ling. Kechda o'stan bo'yiga chiqqanda ko'rishaylik. Deydigan nurg'un gaplarim bor. Bo'lamdi. Ma'qul. Men cho'qim chiqaman. Mirshad, men bu 2 yilni sizsiz qandoqmi o'tkazaman? Menmi shu Asiya. Sizga ma'lum urug' tuqqanlar bilan. Men-chu xalqning yurtida nima kunlarni ko'raman. Siz bundoq deysangiz, mening ko'nglim texim yerim bo'ladi ekan. Bo'ldi Asiya. Meni xotirjam ma'sum desangiz, yig'lamang. Kulib o'sting bo'landi. Ha? Bo'ldi Asiya. Kech kirib ketdi. Hatta saharlamangman. Berib tayyorligimni qilay. Berib xat yozaman. Bo'lamdi. Dostuna ketangizga. Rahmat. Arzimaydi. Asiya kunlarini Mirshaddan kelgan xatlarni o'qish bilan o'tkazdi. Sizdan ketingiz. Rahmat. Arzimaydi. Yıl to'shqan kuni Asiyaning 4 ko'zi bilan kutayotgani Mirshadning o'zi emas, balki o'lim xabari bo'ldi. Yo'q. 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 Mirshad, 4 yil bo'ldi. Men sizni umid bilan kutdim. Ölüm xabarimiz mana xuddi chaqmoqdek yo'lg'ashqa. Mana hozirgacha yanada yo'limizga qarab keldi. Endi qanday qilay? Mana ishimni bir yerga bordi. Mahaldagilarning orqamdan topmagan gapi qolmadi. Avutqu o'zi yaxshi bola. Biroq uni bo'ldilar. O'zimni oldimaylar. Endi kamigan odamning yo'liga qarag'ucha. Avutqa. To'g'ri.
Vay gül begim, gülzar begim, candin aziz, bulcam menem. Dostlar bilen seyle kılıp, bağlar ara yürgenlerim. Altın tatayımı yar yar, yan bu tatayımı. Kelme gelmey kelginge, rahmet itayımı. Giden buylarını egip çileyim yar. Çin yürekten süygüle yana çileyim yar. Lanidek buylarını egip çileyim yar. Çin yürekten süygüle. Saçlarım Süysem süygün kelego Anlar yüzlerim Kara kaşlarım Vidre saçlarım Süysem süygün kelego Balam, sana deydiğen bir gep batdı. Desem açıqın kelemi. Nemi gep osu devergen apa? Balam, toy qığınыңğımı 3 yıl boptu. Közümnің ochiqchig'ida nevremni beqib cho'ng qilaman degan umidim batdi. Lekin sen Apa, nimandaq geplarni qildigan sen? Aldırmısanço, nevrigimi toysa teqi. Balam, sen undaq degan bilan asta mabalni. Gep anlamaydigan. Avut, apamiz nimdaydi? Hiç gep yok, sağırlaşma bo'ldi. Bo'ldi, Avut, xijil bo'lma. Hem o'zingizni qiynama. Men hammani angladim. Apamizning deginimi to'g'ri. Boshqa onlardek navri ko'gisi kelibdi. Shunga men deyman. Bo'ldilar Asiya, men bali demaganki apamning gapiga hal deb qo'ysam bo'lmadimi? Biroq deymizmi, bizning tangtushlarimizning bolalari cho'ng bo'lib ketdi. Voy voy Asiya, bo'ldi qisonchi. Bek bola boqqan kelib ketganmiz birini bek qilsaqli bo'lmadimi? Rasma? Men sizni bundaq deydi deb o'ylamagan edim. Hey, sen texmin tushunmamsan? Mayli qandaqli ish bo'lsa, men seni hargiz ranjitmayman. Asiya, mening seni qanchalik yaxshi ko'rganligimni bilamsan. Men sana har qanday odamning yomon ko'z qarashini xohlamayman. Men seni haqiqatan yaxshi ko'raman. Charchagansiz, baldiroq aram elang. Avut, nim bo'ldingiz? Bana bir tamığını ite bana.
Avut, yaqindan buyon sal chechilib kelyapsiz. Apınız yana beshingizni og'ritayotgan o'xshamamdi. Bo'ldi, Avut, o'zingizni qiynama. Men Bo'ldi, bu gapni qilishmaylik. Tamig'ingni yegina, keyinchalik bir gap bo'lsin. Asiye, Mirsa, siz qandaq bo'lib? Mektunlarga yajik xizmet bilen tushgan. Anlasam to'yqilabsiz. Shunday Mirsa. Men sizni o'ldi deb o'yladim. Kechiring Asiye. Sizga bu xabarni kim yetkazgan tam? Hech bilmadim. Asli qarpash ko'p kelgan. Orliq jirat tuzummichim. Shunisi bilan aloqa qilishamidim. Yaqinda harbiylik yangan. Bu malki maktab beribdi. Aras turmushini qanaqa? Turmushimiz herhalde yaxshi. Balanglar chun bo'lib qolgan. Bana yo'q. Hozircha bir iyichaqsiz qizni berib oldim. Yaxshi qilibsizlar. O'qiyotganmi? Yo'q, o'qitmadim. Mirsa, bu mening yo'lishim Avut bo'ladi. Asiye, bana uy kirib tamoq yetti. Bu mening boshlang'ich maktab sovqotishim bo'ladi. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Bana. Asiye! Bayqırasızlı seni sağlıkçın mı? Shunday, u mening savoqtishim. O acayip mektubu düşürmey bizden meğerine ayınıp katta. He? Buni men bilmadim. U yo'lda uchrashib qolgan. He bapta. Bugün günüge tasadifi bir işleyli. Bunun ki onun bilen birleşik onu körüp kalmayacağım mı? Bo'ladi. Böyle tamamını içti gerek etti. Kosak içip gitti. Böyle. Oy! Doktor değil mi? Texim yerim bo'ladi ekan. Bo'ldi Asiye. Meni xotirjam ma'sum desangiz. Yig'lamang. Kulib o'sdim bo'ladi. Tova, ma'u ishni. Aylanib kelib Asiye bilan uchrashib qolganim. Qaraganda, u hozir meni yaxshi ko'rdiga o'xshaydi. Men nima degan yaramas. Beshimga qo'ngan baxt qushini shu Avut deganimga topqizib qo'ydi.
hurmatli rahbarlar, yo'ldoshlar. Men bu maktabga yangi kelgan bo'lsam-mu, bugun mush yerda o'zim bayqagan ba'zi bir masalalarni o'tirib qo'ymoqchiman. Meningcha, maktabning hisobot ishlarida azroq masala bor qiladi. Aslida mundaq kanda. Maktab o'z kuchiga tayanib ish ko'rib, iqtisodchilik bilan maktab boshqarish shiori bo'yicha o'qituvchilar iyoni qilgan pullarga 50 tuyoq qo'yilib beqishqa bergan. 5 yildan beri bir to'lmi qitilmagan. 50 sog'liqning 5 yillik to'lini o'riyab ketdimi? Uni azdab biz qo'ylardan foyda olmoqda yo'q. Yuqori ajratga o'qish xarajatining bir qismini shu aynimas qo'ylarning geliq qo'noq kepak ib tugatamiz. Buni zot kimdan ko'ramiz? Bu yuqorining va barlig'imizning o'ylashga tegishli ishimiz. Sizlar o'ylab biqinglarchi. Hey! Yangi keldaxon. Anlab tur. Halanga beqib haltat, haltanga beqib untat degan gapni anglamaganmi sen? Men-chu, mau maktabga mudir bo'g'li 30 yil bo'ldi. Sendektin netchini ko'rganman, bilamsan? Sen peki o'zingcha mushu maktabda bir islohot yurgizmoqchimi? Ha? Yo'q. Bo'lmasa oldi to'pram ko'tarmoqchimisan? Ha? Yo'q. Sana aytib qo'yay. O'shingni chiqib yur. Bo'lmasa o'zimni chog'lamay shirtdan etibdiman. Palazga yo'ginib, hatto etibdiman degandek bo'lib qolsan. Uqdingmi? Ha, meni o'qib qo'ya. Ha? Kira. Yaxshimisiz? Bo'ldi, boshqa kun kelay. Efendim? Bu chiroyli cho'kan kim bo'ladi? Mau chiroyli cho'kan bilan tuqqan o'xshamamsizlar? Ha? Saboqdosh bo'lamiz. Yo'q. Saboqdosh. Saboqdosh. Saboqdoshdan. Doshdan. Saboqdosh, ha? Ishqilib gapning naxirin desam, o'zingga hezi bo'l. Uqdingmi? Oy, assalomu alaykum. Ovtaxon qandoq mijozinglar? Mudir. Oy, bu kunning isig'idan imonchilik chiqib oldingiz. Allah, nima derdingiz batdi? Yoki bo'lmasa, iliq satan xotinning dardi chiqib otamdi ya. Nima? Nima dedingiz mudir? Hamdi qarang deyman ha. Hamdi abaydan qarang. Osiyo degan qiz bo'lim kiribdi-kan. Shunda qarsam, iliq yeng kaldaxon bilan yaqin turishib, qarang. Bir nimlarni kusurlashib, kulishib, birdan yig'lishib, mushunda qilib ketib bordi. Yangi kaldaxon Osiyo nemingiz desam, meni ko'rib chiqib ketib qoldi. Osiyo gul, oying kaldaxondan nemingiz desam, sovoqdishim deydi ufkam qarang. Nima? Bu gaplaringiz rostmi mudir? Rost bo'lmaydi ufkam, rost. Yolg'on so'zlayotmaydigansiz mudir. Hey, jinim ufkam. Mush ishimda men sizga yolg'on gap qilamdi. Jinim ufkam, ishonmisiniz, o'zingizning ishi. Qog'inni men o'qimadim.
Әмді ма sizin halınızga yaman bo'lmasin deb qilayotgan ish bu. Canım ukam, chiroylik deganning bag'o qarang ukam. 80 yang serisi bo'ladi juma. Sizni aldab ketmasin deb da'vatime ma gapni. Seni resva. Öldürüp etmeydiğen bolsam. Meni aldab nemi payda alasak edi? Ay avtaxun! Ay avtaxun! Man qarsida ukam. Bak aldıran ola qımızda. Hazırgı çoğunçatak yok. Bu şey yen kelda xundi bo'lib ammi shuma. Asiyago o'g'li qiz. Ishqilib, o'ylab ish qiling. Qog'inni o'zingiz biling. Men mushichik deb qo'yay ukam. O'shamisa. Seni öldürüp etmeydiğen bolsam. Bu resva. Benim karnımdan benim başka bir yok. Ben fakat size söyleyeceğim boyunca tabak çakırıp koyayım tatlı bağır. Ben bu lamzenin üyümde tamak çakırım ben ha. Bana onu tamak. Ha! Seni öldürüp ben. Sen beni aldırdın. Beni atmak muhabbetini aldırdın. Ben sana diyen o. Her kandak yat adam. Sana gep kırış gelmez. Karaşkımı babaydı der. Sizler! Bu resva! Seni öldürüp ben! Tokta! Bırak gel! Tokta! Tokta deme! Bu resva! Tokta! Seni öldürüp ben kamusam! Tokta! Ne oldu Yaşı? Beni öldürüp etdi. Korkma. Ne oldu? Qo'yman. Avut, sen bir chatoshxona sonolab para olishib turibsan deydi. Juma. Kim onun qushunak degandi? Men bilmadim. Arlaşma! Seni öldürüp ben kamusam! Sana yağın gapni kim qildi? Sen arlaşma! Yer dur! Bo'ldi qilgin deyma u. Yer dur! Arlaşma deme! O resva seni öldürüp ben kamusam! Odam bormi? Yer dur! O'zini beshval avu. Bo'ldi qilgin deyma. Bo'ldi qil. Öldürüp ben kamusam! Bo'ldi qil. Ey! Nurşat, gözünüzü yiyeceğim. Nurşat, gözünüzü yiyeceğim. Doktor sizni chaqiryotdi. Yo'ldishingizning beshi qattiq saqlanibdi. Yo'q doktor, yo'ldishim emas, savoqtishim. Ha, mundaqdan oilasidan boshqa odam yo'qmi? Yo'q. Qanday gap bo'lsa menga desangiz bo'ladi. Bosh qismining zaxmisi xeyli og'ir. Hozircha bir mezgil balkim esini yo'qotishi mumkin. Agar yaxshi kutilsa, balkim 1-2 yil ichida xotirasi asli kelishi mumkin. Yoki mangu mushundaq bo'lishi mumkin. Mening shundaq. Bildim doktor.
San ko'rinmaydi balam. Appa. Nima bo'ldi sizlarga? Mirshat bilan ishimiz o'xshab. Asiye, seni bekli köküm geldi. Beni geçirmetken Asiye. Qaysi kuni to'xta degan ablahning gapiga ishilib ketibdimi? Bumi mening seni yaxshi ko'rganligim Asiye. Meni kechirib etgin. Asiye, nemish bo'ldi? Apam qani? Apam. O sizdan sirasi anlab bardoshlik berolmay. Meni seni qanchib qazo qildi. Asiye, Elqi Mirshat degan nima qanday bo'ldi? Soqchilar seni izladimi? İstedi. Bana yana kelimizdeydi. Mirshat xotirasini yo'qotibdi. Soqchilar o yaxshi bo'lib tislar deydi. Asiye, Elqi uydagi pulni menga ozroq berib turdi. Men bir mezgil shaharlarda yurib turay. Qolgan ishni o'zim bir taraf qilib turdim. Uydagi pullarni Mirshatning davolanishga beribdi. Hammani qilasan. Bu ishlar sen aytding. Men endi ishga chiqamayman. Sen günahsız. Kızım, endi işkimiz birer iş qilmasa, bosh qoldigan o'xshaymiz. Ma'qul appa, siz nima ish qilsangiz men shu ishni qilaman. Sizga yordamlashib beraman. Bolam, maktabning oldida ushaq-tushak narsalarni elib setib baqandiq ya. Maktabning oldidami? To'g'ri, shunday qilaylik. Hozirla bir narsa setib olaylik appa. Bo'ladi appa.
Asiye? Neredesiz balam? Asiye? Kelin çoğuna. Köpek kelin. Boludu balam. Nemiş kılıvat attınız? Tamak etkice bizden öygülü kırsınız bulmamdı. Goңur moңur billi yaytıp emasmı? Hey, balam, men mi yalğız canımı tamak etdimen? Billi yesek bulmamdı. Rahmet çoğuna. Elimi sizni köp avar kıldım. Nädiki gapni qilmang balam. Siz bu mahallaga kelgandan beri men burunqidek yolg'izchilik tatmaydigan bo'ldim. Nemishqidir, ko'nglim sizni tatib turdi. Har qanday gapni sizga degim keladi emasmi balam? Cho'ngana biror ish bilan kirganmidimi? Anglasam, seriq qog'ozni ip bo'psiz. Shundaq. 2 yil bo'ldi. Onun o'liktirik xabarini o'qimadim cho'ngana. Nima qilishimni bilmay qoldim. Bo'pti balam, peshonik tutilganni ko'rmay iloj yo'q. Endi mushunchalik vaqtingizda birarsiga to'y qilib eling. Bo'lamdi balam, gapimni angla. Jini cho'ngana. Erdigan shundaq bo'lsa, endi harigizni to'y qilmayman. Undaq demang balam. Yoshlikni bilmagan bilan yosh cho'ng bo'lganda tas bo'ladi ekan. Undaqda o'zlarim bir umr to'l o'tibdi-ku. Shunga deyman-ku balam, qiyirganda odamga tasgan, bu yoshga kirganda erga tegiman deyishdi. Nomus qildigan gapkan. Biroq cho'ngana saatila to'y qilgim. Bildim balam, ovutni unutmayapsiz-da. O'mida yana nim bo'ldi balam. Mendan yoshirg'idek sodi qandoq qishdi u. Shu mirshabdek o'y bo'ldi. Asli munda qishganda balam. Lekin u hamon sizga yuk bo'ladi balam. Siz hozir o'zingizni, bolangizni oralib yiqabatsınız. Onun bilan sodi qandoq qishdi? Cho'ngana hech kimga demagan edim. Rastımni eshitsam, o mening tunji sevgilim edi. İkimiz bir-birimizni bek yaxshi ko'ratdik. Taqdir mana shunchalik eg'ir chaqchaq qildi. Shunday qilib, yaxshi ko'msammi? Ağlık bilen to'y qildim. Mirshabning bu mahallik paydo bo'lishi turmushimni ostin-ustin qilyapti. Ha, mundaqdan qizim. Lekin hozir amal yo'q. Siz hozir o'zingizga qo'lingizga qo'l, putingizga put bo'g'idek bir erni tepib yotliq bo'lib, bo'lmasa qiynalib qolasiz. Tushundingizmi bolam? Hey, onun üstiga u saram kechichi ishigingizni qiqib yursa, ma mahaldagilarning qilgan gaplarini anglayotgansiz bolam. Gap to'la. Eng yaxshisi vaqtida beshingizni o'ngshib olsangiz bo'larmikin bolam? Bo'ladi cho'ngana. Men o'ylashib baqay. Assalomu alaykum Farhat ona. Va alaykum assalom balam. Kela, bu yoqqa o'tgin. Yuqori o'tgin balam. Yuqori san bo'lmam. Bo'ldi, mashadla o'tir.
Balam, nima gap baydi? Sen kirgili ne ekan? Tırnağını tatlaplı oltursan balam. Qaş gap qilmamsan. Men shu Osiyani sizin deb baqam dedim. Mundaq gapmi de balam. O'zingni deysan bo'lmamdi. Yo'q, cho'na yo'q. Men hergiz qiz bola gap qilmayman. Men Bebi Nurdan hag'ish tashlamaydim. Osiyami meni yaratmay qolsa men qanday qilaman cho'na? Bo'ladi balam, bo'ladi. Elchiga o'lim yo'q. Men berib deb baqay. Lekin bakmi umid kutib ketma. Bo'ladi cho'na, amsi men chiqam. Cho'na, ishimni birak berib qoldi. Mushu ishimga bir yordam qilayotgan bo'lsangiz, ish bitgandan keyin sizni obdan rozi qilaman. Ma'qul balam, ma'qul. Xudoyim tilikingga yetkazsin balam. Tamoq yeb chiqin balam. Birdamdil aytaman. Birdam o'ltirsam bo'lmamdi. Avarama. Balam, atdigandan beri shuncha gap qilsam, nimanda qilasiz? Ha? O bechoraning hech nimasi yo'q. Beshidan issiq sovuq o'tgan undaq odamning qadrini qiladi. Uning ustiga u balamning qo'li ishliq. Nima qilasiz? Yurtini, yana bir nimasini surishtirib balam. Buni o'ylash baqsangiz. Cho'ngani, bo'pti. Mushqitim sizning gapingizni anglay. Ha, ma'u gapingiz bo'ladi balam. Shunda qilinamsa. Oy, qani bular? Qaytib keldingizmi? Kel. Yuringlar xotin. To'xtanglar xotin. Nega kelinglar? Ma pulni elib obda yaksib qo'yinglar ma'qulmi?
Xotin. Asiya, Ha? men bugun traktorni o'ngshab bo'lib, shaharga kiraman. Sizni mo birga ilib kiray. Shahardan o'zingizga, Ramilaga lozimli narsani ilib bering. Qani, siz avval o'zingizning ishlarini tugib deyling. Bo'lamdi. Bo'ladi. Asiya. Ben traktorun o'ngishga chiqaray. Siz boldiroq tayyorlab qiling, ha? Tezroq bo'la olsa. Amin. Allohu akbar. Tova. Bir qarı saxtı. Bir qarı sarandı. Hay, bichare. Hammaga men sababchi. Oy qurban, yemiş qilyapsan? Ha, men traktorni o'ngshib deydi. Baldıroq o'ngshab uy qayt. Ayoling yana Amirchat sarang uyiga kiryapmisan? Ey adash, o traktor buzilsa-ku o'ngshmog'ini bo'ladi. Xotin buzilsa-ku o'ngshmoq taskim va. Voyca! Ay! Bemorning ayoli qaysinlar? Ishxonaga chiqing. Belning umurtqisi ig'ir darajada zaxmlangan. Hayoti aman qolgan taqdirda bu belning tuvan tarafi bir umr paralish bo'lib qoladi. Shunglashqa azroq yaxshi bo'lganda uyga ochiqib o'ptaroq kuting. Doktor, aman qolgan bo'lmasmi? Cho'ng shaharlarga oparsanglar bo'ladi. Lekin bu ahvolda chiqimi ko'p bo'ladi. Ham yaxshinish nisbati bek to'v. Bo'ladi, men chiqay.
Asiye. Doktor nemi deydi? Ensirme, yaxşı ketidi deydi. Yalğan. Ben sezip durmadım. Benim kesilim. Nädeki gapni qilma. Siz yaxshi ketsiz. Asiye. Rast gap qiling. Ben de yoshurmam. Yoshurmadim. Hozircha putingizni harakatlantirolmaydi ekansiz. Az vaqt o'tgandan keyin asta yaxshi bo'lib ketasiz. Demek bir ömür yatır iken bende. Ya qurban, yaxshi bo'lib ketasiz. Men uyini, traktorni setib bo'lsam, sizni cho'ng shaharlarga olib borib davolatdim. Cho'qim davolatdim. Bo'ldi Asiye. Onun haceti yok. Pulni undaq bekar buzmam. Sizga kerak bo'ladi. Bo'ldi, birdan damin. Qurban, men tamoq yeysiz. Ha? Mayli Asiye. Men bo'lsa o'xshash. Menimdan so'ramay, qolgan bir nima qilasiz. Undaqda sinishlik o'mash etay. Birdan-bir qayoq qilaman. Asiye'nin rastlaylık sarang bilan bir ish bormidi? Undaqda manga nemishqa bundaq yaxshi muomala qildi? Yoki yosalmalik qilyapamdi? Qurban, tamoq yeydilar. Ey Qurban, menga nimanda qaraysiz? Asiye, siz rastlaylık sarang bilan Nemi sarang? Qaysi sarangni deysiz? Nimandaq gaplarni qilasiz Qurban? Yo'q Asiye, sizning iliq sarang bilan hech qanday ishingiz yo'qmi? Yo'q. Bo'lsimi, o degan to'ydan avvalgi ishlar nima? Endi meni o'sha sarangdan kullayotamsiz? Kullamadim. Qaysi kuni haqlardan bir gap anglab qoldim. Şu açığımda traktörün tegidan chiqqicha traktorni o'rib o'tibdiman. Tova Qurban, har qancha bo'lsa-mu, mana ishonsangiz bo'lmasmidi? Achchiqlig'ini dardi chiqdi mana. Bir umrman. Men undaq demoqchi emasdim Qurban. Bo'ldi Asiye. Davering. Ma'ma ayam. Endi men mushundaq bir umr yotaman. Siz bo'lsangiz, mana meni mushundaq bir umr kichik bolani boqqandek boqasiz. Mayli Qurban, men bunga rozi. Men rozi emas. Siz keting. Siz yosh. Meni deb umringizni zoyi qilmang. Tamoq so'b qoldi. Asiye. Mirshad. Asiye. Siz. Şunda Asiye. Bu men. Bugün hemen esladim. İkimizning üstten boyda yügrep o'ynaganlarimizni. Aydın keçilerde yıldız sanganlarimizni. Avutning sizni urganliklarini esladim. Asiye. Meni kechiring. Men sizni bu detlar qo'ydim. Asraq so'zlar Mirshad, Qurban anglab qoldi.
Biz endi o gaplarni qilishmayli. Asiya, men sizni hozirgacha yaxshi ko'raman. Xotiramni yo'qotgan chaqladimmi? Sizning chiroyingiz faqatla ko'z oldimda ketmadi. Mana bugun men hammani esladim. Shunga bu gaplarni sizga tegib keldim, Asiya. Bo'ldi, Mirsham. Hilimi oz jabhat atmadingiz. Endi meni unutib ketdin. Chunki men endi qurbonga mansub. O unda qolat yassa, uni tashlab ketamayman. Men sizni qurbonni tashlab ketang demadim. Faqat sizning meni yaxshi ko'radigan, ko'maydiganligingizni bilib boqay deb keldim. Men bugun ketaman. Yiroqlarga ketaman. Sizni endi hargiz avor qilmayman. Bo'ldi, Mirsham. Yo'q gaplarni qilma. Asiya, siz meni yaxshi ko'rsiz shundaqmi? Mirsham. Bo'ldi, ketim Mirsham. Xo'sh, Asiya. Sizni menga so'yman. Xayr, xo'sh, men ketdim. Asiya, etizga chiqdingizmi? Yana nega boratdim? Jabhat atorsiz bilyapman. Men sizga dedim bor, men bilan qaringiz bo'lmasin deb. Bo'ldi, qurbon. Hadisim shunday gaplarni qilaverdi ekansiz. Yerib kelganda bo'ldi qiling. Men chiqib tomoq yeyay. Qo'shig'ingiz ochqanda. Tamam, kurban. Siz benim aşım küçükken gitmemiş için doğru küçüklerini aldınız mı? Endi bu mahallede ben Allah yüzümü götürüp yürümem. Ay Xuda. Qaranlab kelyapti. Assalom. Tovuq qildim, Xudoyim, buning yo'liqa erni nasbasamda nima? Voy, shuni deyman. O'lgani o'lib, sarang bo'g'ini sarang bo'lib, yo'qolgani yo'qolsa. Hey, bu jahon qanday bo'lib ketdi? Shu niyat to'g'ri emas-da bu ayolning. Oxiri qanday bo'lib ketar ekan tam. Hey. Erlaringlarga chin bo'linglarmi? Buning nima sehri bor ekan tam? Birlik degan erlar agib ketamaydi.
Asiye, sizlarmi qiynalyapsizlar, bilib turibman. Ikkinglar ayol kishi tursanglar, mening ko'zim Ramilaga tushgili xili bo'lgan. Biroq shu eg'iz etishga petmamidi. Undaq degan bilan Ramila unamu. Asiye, men oldin ala sizlarga 1000 yuan beray. To'ydan keyin har oyda sizga xarajat pul bergandan sirt, etiz ishlarga odam sep beraman. Ramila baribir to'y qiladi. Faqat shu sal baldurli bo'ladi. Deb baxmansiz. Meningcha Ramila qo'shiladi. Mana, ma'u 1000 yuan. Qanaylan? Opa, pulni olma. O'tinib qolay, pulni olma. Men to'y qilmayman. Voy, nimanda vaqiraysan? Sen kichik bo'lgandan keyin ko'p ishlar aralashma. Ma'qul amsa, men chiqay. Canım opa, sizden hoş bo'lib qolay. Men uning bilan to'y qilmayman. U mendan 16 yosh cho'ng tursa, uning pulini berib edim. Mayli qanday ish bo'lmasin, men ishlab topay. Men sizni boqay, canım opa. Men uning bilan to'y qilmayman. Bo'ldi bolam, yig'lama. Men ham shu onunla bəgim yox. O çoğ boğan bilən qo'lidan hər halda iş keldiğən adam. Qara, sen onun öyiga bassam, bu g'o'raga turmushlardan qutulasan emasmi? Ham hər halda bizga ega bo'ldigan odam chiqdi bolam. Gapimni anlag'in jenim bolam. Uxtimi? Biroq opa. Bo'ldi bolam, gapimni angla. Endi biz uxlaylik. Yürü. Meni kechirin. Xalqning oldida yuzimizga tegadigan bo'ldi. Lekin Ahmad bilan to'y qilsam, bir umr pushaymon qilaman. Uning bilan to'y qilgandan ko'ra o'lgan yaxshiroq. Men ketdim. Oppa. Omon bo'lsak, bir kun ko'rishib qolamiz. Jam bo'lamiz. Xo'sh.
Qizim, sizga nima bo'ldi? Nimishqa yig'laysiz? Qayerdan keldingiz? O'qish taradi. Bu yerda tuqqanlaringiz bormi? Yo'q. Undaqda kichkina qiz turib, bu yoq yurtlarda yolg'iz nima qilsiz, bolam? Bolam, qiz bola turib, bu yerlarda yurmang. Bir mezgil bu yerda menga hamroh bo'lg'ash. Menga yordamlashing. Raslo. Qizim. Rahmat, opa. Rahmat. Yig'lama. Yig'lama, bitta qiz. Yig'lama. Ramila. Mavbol ne ketgandi? Ramila? Ramila! Asta, bu bal ne ketgandi? Ramila! Ramila kirganmidi? Yo'q. Yo'lliq mayk kiygan qizni ko'rgansizlarmi? Yo'q, ko'rmadim. Ramila! 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 Balam Ramila! Nerede ketgansan balam? Ramila! 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 Keling, Ahmet, keling. Oy, yaxshimisiz bo'g'iz qiynama. Ramilani gapga kirgizdingizmi? Ahmet, Ramila yo'q turdi. Men uni topolmayapman. Nima? Ramila yo'q turdi? Kimingni aldaysa? Shundaq desamda ketidi, ish bitidi deyotamsa? Ahmet, men Ahmet. Bildingmi? 2 kun ichida qizingni topsang topding. Bo'lmasa, pulimni tayyor qilib qo'y. Bo'ladi. Topsam men sizga xabarini beray. Bo'ladi emsa. Ramila, juvoyini. Ejatni taskinga qo'ydimi? Ha. Seni tepib oldigan bo'lsam, nima qilib yetaman? Sen cho'qim shaharda. To'xta. Men bu g'ayrib kapanda tortishib o'ltirmay, shaharga kirib qulug'ingdan so'rab chiqay. Biroq uni u cho'ng shaharning nardimi topaman?
Balam Ramila, men tushdan keyin sahroga berib kelay. Oshxonaning ishlari sizga qoldi. Ma'qul chong ana. Siz xotirjam beravering. Bo'ladi amsa. Men mang'ashtiray. Ma'qul. Xo'sh. Qani qiz, nemish qilyapsiz? Aka, men choyxona taqay degan. Men taqishib beray, ha? Rahmat aka, siz bekmaskansiz. Ya, men mas bo'lmadim. Qarang, mana men sapsaq turmamdim. Ma'qul amsa. To'xtang. Rahmat sizga aka. Tuting. Men taqab beray, ha? Men taqab beray. Men yoqtiraman. Mana bo'ldi-ku mana. Voy, nima mashina olib mangasiz? Aka, sizdan o'tnib qolay. Qizchoq, mendan Qish qoldi. nimachi qo'rqsiz? Men odam-ku, ha? Nemish meni tushunmaydigansiz? Aka, meni ketgili qo'ying. Qizchoq. Nimachi qo'rqsiz mendan? Aka, o'tnib qolay. Meni ketgili qo'ying. Men bek kech qoldi. Meni ketib olay. Meni ketgili qo'ying. Aka. Qo'rqmang, ha? Ben sizinle üzem abur koyayım. Bırak siz beni. Hozir bosh sotchi va sotchilar maydonga kirdi. Hammamiz o'rnimizdan turaylik. O'tiringlar. Hozir sud boshlandi. Javobgar sud maydoniga yo'lab kelib kirilsin. Ramila, chong ana, balam Ramila. Chong ana, qo'yinglar. Javobgar isming nima? Ramila, Necha yosh? 17 yosh. Qaysi yurtdan? To'qisarodi. Madaniy saviyangchi? Savossiz. Kasbingchi? Yo'q. Kasbing yo'qmi? Yo'q. Nima jinoyatdan to'xtatib qo'yilgan? Bir odam menga qilmoqchi bo'lgandi. Men qarshilik ko'rsatdim. Sen bizning mo'sha o'ltirgan kengashim sud a'zolarining delorog'ini qonun bo'yicha sud etib bir yoqqa qilishga qo'shilamsan? Qo'shilaman. Birasining o'zini chatga ilishini talab qilamsan? Yo'q. Aybdaguvchi hozir aybnomani o'qib o'tsa bo'ladi.
aniqlangan dalil isbotlardan ma'lum bo'ldiki, zaxmlanguchi erning ismi Avut bo'lib, oldimizdagi qizchaqning, ya'ni javobgar Ramilaning beqib olgan dadisi. Guvohingiz bormi? Guvohchining sud maydoniga kirib guvohlik berishni talab qilaman. Guvohchi sud maydoniga kirsin. Oppa, orasıda dadam. O'rninglarni turinglar. Hozir sudning hukmini e'lon qilamiz. Javobgar Ramila o'zini yo'lliq o'tganligi uchun jinoiy jazodan kechirim qilish hukm qildik. Naq maydonni qo'yib berilsin. Kızım. Oppa. Oppa, şehirge kelgenden tut. Halimde misafirden oppa haber aldık. Üzülmemize, dayandım bana. Bu geplerini kim deyişeydi? Aldım, kızla uygu baraydı. Qani, ikkiringlar. Qani, choy ichgach o'tiraylik. Ilonlar. Singlim Osiya. Mahallaga ketadigan gapni qilma. Menmo yolg'iz uning ustiga Ramilaga ko'nib qoldim. Men hamma ishlarni Ramiladan o'qitdim. U mahallada tursangizmi sizga yaxshi gap yo'q. Uningdan ko'ra bu mahallada hayotingizni yangidan boshlangiz. Bir-birimizga o'lgicha hamro bo'lib, hadisinglarda o'taylik. Rahmat dedi. Bo'ldi, ko'nglingizni yerim qilmay, choy iching. Osiya bilan Ramila kuyimchan, mehribon, Nisaxon onaning so'zini yiranmay, o'zlarining ashu xilvat mahalladagi uy bisotini setib, shaharga qarab yo'l oldi. Xilvat mahalladagi ashu tragediyalik turmushning o'rnini jimjitlik, tinch, xotirjam turmush egalladi.
açar